deyapman. Sendika xiyonatkor menga kerak emas, tushundingmi? U bola meniki emas. Yana 1000 marta aytaman, meniki emas, oyi, tushunyapsizmi? Kiringlar, ehtiyot bo'l. Yuringlar, tepada kiyimlarni almashtiramiz. Yaxshimisizlar? Bahodir aka, siz uydamidingiz? Ha? Bolalarni nega olmadingiz bog'chadan? Sizga tayinlab aytgandim-ku, bolalarni bog'chadan oling deb. Agar men olmaganimda bolalar qolib ketarkan-da bog'chada. Men bolalarni bog'chadan olishim kerak. Tushunmadim. Sizga aytib turibman-ku, bolalarni bog'chadan siz olishingiz kerak edi. Tayinlab aytgandim-ku sizga. Men ishdan kech chiqaman deb. Qizil narsalar. Tushunmadim. Bahodir aka, meni eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Boringlar, kiyimlarni almashtiramiz. Bo'la qolinglar, kiyimlarni almashtiramiz. Yurtasiz. Endi o'zimga yarashadi. Moshina zo'r lekin. Seniki nima edi? Mercedes a? Mercedes zo'r. Endi men hozir unaqa katta moshina ololmayman. Nima deysan? Menga bo'laveradi. Hali sharoitim bo'lib qolar. Yo,